Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Joylar sog'ligi 19 dekabr juma kuni. Juma muborak bo'lsin. Hammalarga bozorda obzor qilmadim. Uyda qushlar bor sotadigan. Mash qizil hakka bir jup. To'sh qizillar 3 ta bir jupu. Dastepada ekan. U borgan chil nar bor. Sayrayotgan mana u bor mashina. Vallah bosh. Mana bu qora hakka ham bor. Bah. Qizil to'sh sutasi bu tepada ekan. Tulab o'ziga kelib qoldi qushlar xudo xolasa. Qizil to'shlar ham tuxumga haydab qoldi. Juvondan chiqib o'sha tulasni boshlab tuxumga ham haydashyapman. Mana shu qushlar mana qizil to'sh, mallavosh, qizil hakka, qora hakka, chil. Mana boshqa oqsoch ham bor. Moda. Tepada ekan, ona qizil to'sh. Ham juvon tulayapti ham. Xudo xolasa sotiladi ha. Sog'lom hammasini kaptalarni ko'rasiz hozir. Bah. Az kelyapti mana. Xudoga. Bah. Bizga mazra bo'lmadi, chiqmadim bozorga. Bozor obzor qilgan chiqmadim. Bozor ish bilan chiqib keldik. Obzor qilgan chiqmadim. Bah. Mana chiqib ketgan narda mana ham bolasi bor. Mana ham bolalardan bor. Oqlarda mana. Donga tushgan 3-4 kun bo'ldi mana juvona. Bah. Mana kaptarlar turishi. Kaptana qizil hakkasi modash. Mana yo'q joyda. Pullarni aytib ketsam, qizil to'shlar uchalasi $400. Ozmoz kelishaveramiz. Qizil hakkalar $200 jupi. Qora hakka ham toza narsa eski yo'ldan. $100. Sochlar mana o'rtada turgan shuyray qora soch bor. Bosh oq bor bitta. Pulni kelishsa sotilaveradi. Mana soch bor. Tay, buni ham ko'hray qoradan qarab do'y yeyapti ham. Bah. Kaptarlarning turishlari emas kaptarlardi mana. Hamma yo'q joyda xudo xolasa ko'z tumshuqlari, eski yo'q, bitta serpar yo'q, hammasi kampar. Hammasi kampar. Bah. Qizil to'shlar ham nimaga kiryapti o'zi? Avresi kiryapti xudo xolasa. Balandliklarni o'zi ko'ryapsiz, oyoqlarni figurasini, ona bittasi ham tushib tepadan. Bah. Telefon nomerimni yozib qo'yaman. Telefon qilsanglar kelishamiz. Narxlarni aytdim mana. Manzil Asakada Niyoz Botirda. Ashularni bolalarni ham bir jup chiqyapti hozir. Uchib tushgan vaqtda bo'laman. Hozir oqmoqlarni ko'ringlar mana. Nar yo'q o'xshaydi, kelishgan narsa. Şimdi bolasidan bir jup chiqyapti. 3-4 kun tushib qoladi. Uni nari mana o nari bo'ladi mana. Asasini nari. Bah. Hozir qushlar yo'qsa aloqaga chiqib olasizlar. Kelishib sotamiz xudo xolasa. Qanoti bolalarni uchirib beraveraman. Sotadiganlarni setiradilar, endi setiradi endi. Musofirlar tan joylar sog' bo'lsin. Topganlarga Alloh baraka bersin. Alloh palog'ida bo'linglar.
Hammalarga rahmat, shu kanalimizga yangi qo'shilayotganlar podpiska bo'linglar. Qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar, har qo'yilayotgan video borib turadi. Qushlar unaqa kichkina emas. Hamma yo'q joyida standart xudo xolasa. Kelib ko'rsanglar yoqadi xudo xolasa. Yo'qsa aloqaga chiqaverasizlar. WhatsAppdan aloqaga chiqadiganlarga WhatsApp nomerimiz 88lik 835 85 92 da WhatsApp bor. Telegramdan aloqaga chiqadiganlarga 90lik 545 37 87. Telegram bor unda. Nasıl kuşlar mana yurishgan. Hali kamerani yaqin qilib, uzoq qilgan yo'q, boricha olib beryapman. Ahli yetib tushungan odam aloqaga chiqib kelaveradi. Kelishib sotaveramiz. Mana shu ko'hrak qora naram bo'ladi. Yaqin kelyapman o'zi. Yaqin olmabsiz deb yozyapti bir ikkitasi. Sizlar yaqin kelib beryapti buni. Yani tomosha qilib ko'rasizlar, sotadiganlarni aytib o'tib ketdim. Sizlarga omad tang joylar sog' bo'lsin. Charchamanglar. Alloh topganinglar baraka bersin.